Hammaga assalomu alaykum. Bu videoni o'tkazib yubormangizlar. Mana bu misol milliy sertifikatga tushganda qanaqa ishlay olardingiz. Xo'p, biz bu yerda buni bu holatda keltirishimiz kerak. Ya'ni 3 qo'shamiz mana. Bu yerda 3larni qisqartirib yuborsak ham bo'ladi. Endi mana bu oldiga 3 olib kelsak, bu holatga keladi. Endi buni ildiz ostida buning qovusda kvadrat deb qo'ysa, bu a desak, bu a kvadrat desak bo'ladi. Masalan, a kvadrat plus 2a teng 15ga. Bu oddiy tenglama bilamiz. A kvadrat 2a minus 15 teng 0. A plus 5 a minus 3 deb olsak teng 0 bo'ladi. A teng minus 5ga, a teng 3ga. Endi ildiz ostida x kvadrat minus 5x plus 3ni minus 5ga tenglab bo'lmaydi. Lekin 3ga tenglasak bo'ladi, 3ga. Kvadrat ko'tarib bersak, kvadrat minus 5x plus 3 teng 9ga, x kvadrat minus 5x minus 6 teng 0ga. Hop, x1 plus x2 har doim 5 ga teng bo'ladi. Javob 5 bo'ladi.